Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, Nazira o'z kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men o'zimizni milliy holvaytar shirinligimizni tayyorlashga qaror qildim. Holvaytar tayyorlab olamiz. Holvaytarimiz Birinchi bizga holvaytar tayyorlashimiz uchun sovitilgan holati o'sha iftorlikdan keyin mazasini tatib ko'rdik. Bu hozir mana pishirib tayyor bo'lgan holati, hali suyuq holatda turibdi. Juda ham mazali, mazasiga gap yo'q, juda ham ajoyib bo'ldi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qizlarjonlar 200 ml yog', men 50 ml zig'ir yog' va 150 ml pista yog'i qo'shdim. Mana 1,5 bokalda un, men oldin 1 bokal unimni solib yaxshilab aralashtirib oldim. Keyin yana bunga 1,5 bokal un qo'shdim. Yaxshilab shunaqa lopatkamizda aralashtirib, keyin zbirvalkada aralashtirib oldim. Aziz kuzatuvchilar, bizga kerak bo'ladi общий ketadigan holvaytar shirinligimizga ketadigan masalliqlar: 200 ml yog', 1,5 bokal un, 2 bokal shakar va 2,5 litr suv qo'shdim. Aziz kuzatuvchilar, 2 litr qaynagan suv, 1,5 litr sovuq suv qo'shdim. Har bir tayyorlanish jarayonini sizlarga ko'rsatishga harakat qildim, lekin aybga buyurmaysizlar. Ayni shakar qo'shib qovurgan vaqtim kameraga olinmay qolibdi. Ba'zi texnik sabablarga ko'ra uzr so'rayman hammalaringdan. Inshaalloh yanagi safar tayyorlaganimda to'liq videoni sizlarga chiqarishga harakat qilaman. Aziz kuzatuvchilar, men unda yaxshilab qovurib olganimdan keyin suv solishdan oldin 2 bokal shakarimni qo'shib, qip-qizil holatga keltirguncha shakarimizni ham 10 minut qovurib oldim. 10 minutdan keyin avval 1 bokal sovuq suv qo'shdim. 1,5 litr sovuq suvimizni men oldin qo'shib oldim. Zbirvalkada yaxshilab aralashtirib olib, keyin 2 litr qaynagan suvimizni oz-ozdan qo'shib, ilova qilib, sekin-sekin aralashtirib, sekinlik bilan qo'shib oldim va qizlarjonlar, aziz kuzatuvchilar, 1 soat mobaynida suv qo'shgandan keyin qaynatib oldim. Juda ham mazali, mazasiga gap yo'q, juda ham ajoyib holvaytar bo'ldi. Xonadonimizdagilar hammasi maqtab mazza qilib yeyishdi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Aziz kuzatuvchilar, xayr, sog' va salomat bo'linglar, Allohimga omonat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmanglar. Nazira o'z kanaliga hamisha xush kelibsizlar. Iliq va shirin kommentariyalarni kommentariya bo'limida yozib qoldiringlar. Nazira o'z kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xayr, ko'rishguncha.